Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan domashniy kireshki qilib ko'ramiz. Uyda ozroq suv qochgan nonlarim bor edi. Isrof bo'lmasligi uchun shundan ishlatdim. Nonlarni to'rtburchak qilib to'g'rab oldim. Menda ozroq kattaroq to'g'raldi. Sizlar kichikroq to'g'rasangiz yeyishga qulay bo'ladi. To'g'ralgan nonlarimizni ustiga yog' bilan rolton priprava solib olamiz. Rolton pripravani tovuqligidan ishlatdim. Juda ham mazali, ovqatlarimda ham shundan ishlataman. Yaxshilab aralashtirib olib, listlarga yoyib chiqamiz va gaz pechiga quritish uchun qo'yamiz. Mana qurib chiqdi nonlarimiz. Ularni olib sovutishga qo'yamiz. Men ko'proq tayyorlaganim uchun yana 2 list chiqardim. Yana 2 list pishirib oldim. Manaki tayyor kireshkilar. Juda ham mazali domashniy kireshkilar. Yoqimli ishtaha.